Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana ko'rasizlar, pochtalar chiqaryapmiz. Xullas qaranglar, Qashqadaryo viloyati Ko'kdaryo tumaniga ketyapti. 3 ko'zli trendda sotilgan kameramizdan 680 millik. Xo'p, keyingisi Xorazm viloyati Shovot tumaniga ketyapti do'stlar. 3 ko'zli trendda sotilgan kameramizdan bu ham. Keyingisi do'stlar, Monster kameramizdan ketyapti. Musofirdan turib zakaz berishyapti. Samarqand viloyati Ishtixon tumaniga ketyapti do'stlar. Sim karta bilan ishlaydi. 4 ko'zli, 2 ta quyosh panelli Monster. Hop. Keyingisi bu ham 3 ko'zli trendda sotilayotgan kameramizdan Qarshiga ketyapti akalar, Qarshiga. Hop, yana 3 ko'zligimizdan mana nomerlarni ko'rsa ayol kishida UPSlari bilan 20 metr kabeli bilan xullas 3 ko'zli trendda sotilayotgan kameramiz Jizzax viloyatiga ketyapti. Paxtakor tumaniga ketyapti do'stlar. Hop, endi 3 ko'zli, uchovsida ham PTZ tizimi bor. Bu degani telefonlarni uchovsini ham upravlayat qilaverasizlar, boshqaraverasizlar. Dunyoni istalgan joydan turib boshqarib gaplashaverasizlar. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumaniga ketyapti akalar. Akamiz 2 ta zakaz qildi, ikkosini ham beraveryapmiz. Bunda 2 ta kamera. Hop, keyingisi 2 ko'zli quyosh panelimiz Yevropadan zakaz berishyapti. Buxoro tumaniga ketyapti do'stlar. Telefon nomerlarini to'sib qo'ydim. Telefon qilishaveradi shuncha. 2 ko'zli. Bu 780 ming so'mlik kameramiz. Do'stlar, yana o'sha 3 ko'zli, uchovsida ham PTZ tizimi bor kameramizdan hop, Samarqand viloyati Toyloq tumaniga ketyapti do'stlar. Bunga ham 10 metr kabel qo'shib berdik. Bu kameramizning narxi 800 ming so'm chiqadi do'stlar. Hop, yana o'sha Monster kameramizdan do'stlar, Monsterdan. Qaranglar, buni ham adashmasam chet eldan turib zakaz berishdi. Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumaniga ketyapti. Akalar bitasi kelganman, mana shu bitasi orqali xudo xolasa yetkazib beramiz akaslarni. Dastlabki O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Telegramdan aloqaga chiqib yozsalaringiz jo'natib beraveramiz do'stlar. Mana shuncha zakazimiz ketyapti.